2026 Chevrolet Vintage pikap modeli klassik uslub va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligida yaratilgan yangi avlod pikap sifatida avtomobil bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model tashqi ko'rinishida retro dizayn elementlari bilan ajralib turadi. Keng xrom panjara, yumaloq LED faralar va mustahkam metal bamperlar avtomobilga o'ziga xos joziba bag'ishlaydi. Kuzov qismi yuqori sifatli polatdan tayyorlangan bo'lib, yuk tashish uchun keng va qulay platformaga ega. 2026 Chevrolet Vintage pikap nafaqat ko'rinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratga soladi. Yangi model kuchli va samarali dvigatel bilan jihozlangan. Asosiy komplektatsiyada 2,7 litrli turbo benzin dvigatel taklif etiladi. U taxminan 310 ot kuchi ishlab chiqaradi va 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Bundan tashqari kuchliroq 5,3 litrli va 8 dvigatel varianti ham mavjud bo'lib, yuqori tortish quvvati va og'ir yuklarni tashish imkonini beradi. Toliq gildirakdan tortish tizimi off-road sharoitlarda ham ishonchli harakatlanishni ta'minlaydi. Yonilg'i sarfi segmentiga nisbatan tejamkor bo'lib, uzoq masofalarda qulaylik yaratadi. Salon qismi klassik uslubni saqlagan holda zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Ichki makonda yuqori sifatli charm o'rindiqlar, yog'och bezak elementlari va raqamli asboblar paneli mavjud. 12 dyuymli sensorli multimedia ekrani Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bluetooth, USBportlar va premium audio tizimi haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. 2 zonali iqlim nazorati tizimi har qanday ob-havoda komfortni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida ham 2026 Chevrolet Vintage pikap zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'lakni saqlash assistenti, adaptiv cruise nazorati va kor nuqta monitoringi tizimi haydovchiga qo'shimcha himoya beradi. 360 darajali kamera tizimi va parkovka datchiklari katta o'lchamli pikapni boshqarishni yanada osonlashtiradi.